Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugun sizlar bilan o'sha lingva kriminalistika va ekspertiza fani doirasidagi navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Albatta bu dolzarb va qiziqarli fanlardan biri. Sababi jinoyat olami vaqt o'tgani sayin yangilanib, juda ham kengayib, yangi jinoyat turlari paydo bo'lmoqda. Va bu yangi masalalarni insoniyat oldiga qo'yapti va biz unga albatta munosib yechim topishimiz va inson uchun eng afzalini muqobil yechim sifatida ko'rsatishimiz ham ta'lim sohasi vakillari, ichki ishlar va boshqa mana shu sohadagi vakillar uchun muhim hisoblanadi. Mavzumiz esa virtual tarmoq xabarlari, chat yozishmalarida kriminalistik xabarlarning lingvistik mohiyatini tadqiq qilish usullari deb nomlanadi. Men Hamid Mansur Abdumanovich darsni olib boraman. Reja bilan tanishib oling. Virtual tarmoq haqida tushuncha. Kiber jinoyatlar tahlili. Ikkinchisi chat yozishmalari va ularning tahlili. Uchinchisi taqiqlangan saytlar va ulardan foydalanish oqibatlari. Demak, bilasiz, World Wide Web, ya'ni www bu butun dunyo o'rgimchak to'ri. Mos ravishda shunaqa nom qo'yilganki, haqiqatan ham o'rgimchak to'ridagi insoniyatni o'ziga shunchalik qamrab, o'rab olganki, biz undan chiqib ketish yoki uning domiga tushgandan keyin salbiy holatlariga, oqibatlarga tushib qolmoqdamiz. Har doim ijtimoiy tarmoqlarda, internet sahifalarida ko'ryapmiz bu haqida. Qadimgi dostonlarda va hozirgi dunyo bilan bog'laydigan bo'lsak, dostonlarda ham qahramonlar o'z yorini ko'zguda, tushida ko'rgan, uzukda tasvirini ko'rgan yoki qanaqadir o'sha sehrli oynalar bilan suhbatlashgan holatlarni ko'rasiz. Kinofilmlarda, asarlarda. Bugungi kundagi Zoom platformasi yoki Skype, shunga o'xshagan Telegram chatlari, YouTube chatlarida ham zamonaviy ko'rinishini ko'ryapmiz. Vaholanki bular qadimda ham bo'lgan, qaysidir ko'rinishda. Endi mana ijtimoiy tarmoqlarni juda ko'plab turi bor va har biri yanada takomillashib, rivojlanib bormoqda, bir-biriga raqobatchi sifatida ham. Endi jinoyatlarni sodir etish ham aynan ijtimoiy tarmoqlar, umuman internet orqali sodir qilish juda qulay bo'lib qoldi odamlardan. Anonim holatda, ya'ni ilgari o'sha cho'ntak kasallari bo'lardi yoki bir kisavurlar deymiz yoki boshqa bir kichik mayda bezoriliklar, huquqbuzarliklar sodir bo'lib turardi yoki o'z joniga qasd qilish holatlari yoki deylik suiqasd holatlarini ko'rardikki, lekin hozirgi kunda yoqangizda ushlab qolasizki, yetti uxlab tushingizga kirmaydigan jinoyatlar bo'lyapti. Buni o'sha zamonaviy global dunyo bilan bog'laydigan bo'lsak, albatta unga qarshi kurashish davrning, umuman hozirgi har bir jamiyatning, insoniyatning burchi sifatida e'tirof etsak bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, birgina 2023-yilning o'zi yanvar-dekabrda eng ko'p firibgarlik jinoyati sodir etilganligi 13976 ta sodir etilgan bu holat va ko'p qismi ijtimoiy tarmoqlar, internet sahifalariga to'g'ri keladi. O'sha kiber jinoyatlar yoki turli xil kiber o'yinlarga pul tikkan holatda yutqizib qo'yib, uning domiga tushib, undan chiqib keta olmayotgan holatlarni ham ko'p kuzatyapmiz va hokazo. Endi 1979-yilning 25-yanvar kuni Robert tarixda birinchi marta odam o'ldirgan. Bu fojia AQShdagi Ford avtomobil zavodida ro'y berganligi ma'lum va unda 25 yashar Robert Williams qurbon bo'lgan. Bu o'sha fakt sifatida e'tirof etiladi. Robertning juda sekin ishlayotganini payqab qolgan. Robert kerakli predmetni o'zi olishga intilgan va Robert mexanik qo'l bilan uning boshiga urgan. Zarba oqibatida Robert Williams o'sha zahoti vafot etgan. Uning oilasi mazkur mashinani ishlab chiqargan Unit Handling Systems kompaniyasini sudga berib, $10 million hajmidagi tovon puliga ega bo'lgan. Va hozirda o'sha biz sun'iy intellekt tizimida barcha sohalar sun'iy intellektning joriy etilganini ko'ryapsizki, sun'iy intellekt albatta bu jinoyatchilikni oldini olishda ham keng ahamiyatli hisoblanyapti. Sababi tibbiyotda ham yoki xavfsizlik tizimida ham, boshqa sohalarda ham sun'iy intellektning joriy etilishi bu inson omilini aralashtirilmagan holda bir qator qulayliklar yaratmoqda, lekin baribir tanganing ikkinchi tomoni bo'lganidek uning salbiy oqibatlarini ham unutmasligimiz zarur. Virtual olam haqida tushuncha beradigan bo'lsak, virtual olam, virtual makon yoki virtual dunyo bu o'sha insonni shunchalik manqurtga aylantirib qo'ydiki, biz uning salbiy oqibatlari
kelgusida bizga qanchalik zarar yetkazishini hatto o'ylab ko'rmaymiz ham. O'ylaganimizda esa xuddiki bu bizga zarar emasdek tuyuladi. Vaholanki o'sha o'zbekona aytganda boshimiz devorga tekkandan keyingina uni anglab yetishimiz. Shuning uchun endi siz aksariyat auditoriya talaba sifatida darsimizni ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin YouTube'dan. Biz uchun ya'ni telefonlar shunchalik o'ylab topilgan holatki, undan faqat zarur holatdagina me'yorda foydalanishimiz maqsadga muvofiq. Misol uchun siz tanangizga bir kunda 5 litr suv ichsangiz mumkin. Lekin 10 litr suvni, 12 litr suvni ichsangiz albatta bu sizning sog'lig'ingizga zarar berib qo'yadi. Xuddi shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar va internetdan foydalanish ham albatta me'yorda bo'lgani maqsadga muvofiq. Masalan, sportni ham sportchilar zarur holatda o'zlarini yuklamasdan imkoniyatdan kelib chiqib foydalanadi. Og'ir atletika bilan yengil atletika yoki boshqa sport turlarida ham agar mashg'ulot juda ko'payib ketsa, yuklama oshib ketsa, u albatta sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazadi. Xuddi mana shunaqa tomchilab suv tushib turib toshni teshganidek zararli odatlar ham xuddi shunaqa. Biz tomchilab sekin-sekinlik bilan u bir dengizdek holatga kelib, ko'lami kengayib, sizga zarar yetkazib qo'yishi bu yo'q emas. Va ko'ryapmiz ham hayotda. Shuning uchun virtual olamdan sizga zarur holatda foydalanishni maslahat beraman. Real borliq emas virtual makon, aksincha kompyuter dasturiga tegishli jumla bo'lib, borliqdagi tabiiy mavjudlik emas, tabiatning, jamiyatning u bevosita yoki bilvosita aloqador bo'lgan raqamli elektron hududi chegarasidir. Kiber jinoyatlar o'sha qalmoqqa tushirish, laqqa tushirish, chuv tushirish, tumshug'idan inish, nonni teva qilib bermoq yoki tekin pishloq qopqonda bo'ladi, gapir ma'lumotga qolgandan ko'ra jim turib salomat bo'lish afzal. Mana shu bizning ajdodlarimiz tomonidan aytilgan purhikmat, keng ma'noli so'zlarni o'zini mag'zini chaqsangiz, sizga o'sha kiber jinoyatlarning salbiy oqibatlari nimadan iborat ekanligini juda yaxshi bilasiz. Orada mana bilasiz, DDB, moliyaviy piramida, Adinxbet, shunga o'xshagan bir qator o'sha uyushgan jinoyatchilik vakillari maxsus rejalar tuzib, puxta reja tuzib, insonlarni ko'plab moliyaviy daromadlarini, umuman ularning pullarini firib berib yoki kiber jinoyat sodir etgan holda shunchalik o'zlashtirib oldiki, buni tasavvur qila olmaysiz. Shunchalik uning auditoriyasi kengki, ko'pchilik chuv tushib qolyapti. Vaholanki mana shu bizning o'sha ota-bobolarimizdan qolgan gaplarni, hikmatli so'zlarni yodimizda saqlasak, albatta biz aldanmasligimiz tabiiy holat. Xo'p, global tarmoq insoniyat o'sha sifatlarini qadrsizlantirib, virtual jinoyatlarni oddiy holga aylantirdi. Ilgari biz biron bir jinoyat sodir bo'lsa, yoqoshlab qolardiki, va nahotki shunchalik bo'lishi mumkin deb, hozir qanaydir jinoyatni ko'rganimizda biz seskanmaydigan bo'lib qoldik. Chunki texnika insonlarni shunchalik suniylashtirib yubordiki, bir kishi ikkinchi kishiga xayrixoh bo'lish yoki uning dardiga malham bo'lish yoki bir-biriga achinish degan tuyg'ular texnik jihatdan albatta qalbakilab suniylashib ketdi. Bu fojia desak bo'ladi. Boshqa xalq donishmandlik mahsullarining qadimiyligini inobatga olsak, kishilar bir-birlarini aldash, chap berish, nayrang qo'llash bilan bog'liq ishlarni azaldan bajarishgan. 20-asrda ularning faqat zamonaviy va parda ortidan turib bajarilganini kuzatmoqdamiz. Kiber so'ziga o'sha kibermakon, kiber ta'qib, kiber terrorizm kabi so'zlarni qo'shishimiz mumkin. Xushnudbekni yaxshi bilasiz, bloger, o'sha huquqiy bloger va yurist hisoblanadi. Shuni rasmiy sahifasida ham o'sha xushnudbek.uz Telegram kanalida firibgar hashtagi ostida 20 dan ortiq holatlar xususida ogohlantiradi va mana shu ro'yxatdagi firibgarlardan ogoh bo'lishingiz zarur. Sababi bular qonuniy yoki hech qanday bir davlat ro'yxatidan o'tmagan holatda faoliyat yuritib, sizning o'zingizdagi mavjud bo'lgan mablag'larni o'zlashtirib olish va sizga nisbatan turli xil firiblarni ishlatib, yolg'onlarni ishlatib jinoyatlarni sodir etmoqda. Bu haqda Xushnudbek ogohlantirgan va mana shuning uchun biz qizil rangda berdik. Ularni o'rganib, o'zingiz uchun saqlab qo'ysangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Endi phishing nima? Baliq ovi deb nomlanadi u izohi, lekin phishing bunda axborot texnologiyasi bo'yicha mutaxassis yoki shu sohada yetarli bilim, ko'nik va malakaga ega bo'lgan toifa vakillari tomonidan
bank kartasi egalari ishonchiga kirishning ko'plab usullarini qo'llash orqali ularga tegishli ma'lumotlarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lishmoqda va pullarni qarmoqqa tushirishmoqda. Bu xususda masalan Telegramga turli xil xabarlar keladi. APK variantdagi masalan sening suratlaringni topdim, ochib ko'rchi, munosabat bildir yoki MIBdan o'sha bevosita xat kelishi qarzdor ekanligingiz va albatta siz uni xavotirga tushib birdan faylni ochganingizda sizning ma'lumotlaringizga kirib ularni o'zlashtirib olishi mumkin. Yoki Telegramingizga yashirin holatda kirib barcha Telegramingizdagi yozishmalarni kuzatib, kimga qanaqandir moliyaviy ma'lumotlaringizni bergan bo'lsa, uni ham o'zlashtirib olishi oson bo'lib qoldi. Hozirgi kunda shu parolni bermasdan turib ham ilgari parolni aytmasangiz bo'lolmasdi. Hozir buni ham yo'lini topib boshqa holatlarni, yangi bir ko'rinishlarni ishlab chiqmoqda. Yoki telefon qilib sizni qarindoshingiz sifatida aynan uning ovoziga murojaat qilib, turli xil dasturlardan foydalangan holda sizni ishonchingizga kirib, aldab pulingizni o'zlashtirish holatlari ko'p bo'lyapti. Kunuz saytida ham bu haqda ma'lumotlar chiqdi. Qalampir.uzda ham boshqa Oyna jahon orqali telekanallarda ham bu haqda ko'p ogohlantirishlar bo'lyapti. Yoki kiber xavfsizlik bo'yicha Ichki ishlar vazirligi tizimidagi barcha tashkilotlarda oyliklar o'tkazilyapti. Insonlarni ogohlantirish mobaynida turli xil bannerlar, ko'chadagi turli xil o'sha ma'lumotlarni ham ko'rishingiz mumkin va albatta tegishli tartibda murojaat qilishingiz kerak. Mana shunday holatga duch kelsangiz yoki eshitsangiz, masalan statistikaga e'tibor bersangiz, 2022-yilning o'zida davlatlar kiber jinoyatlar natijasida 4.4 trillion dollar zarar ko'rgan. Bu qiymat o'tgan 2023-yilga nisbatan 11.4 trillion dollar ko'rsatkichga yetgan. Ya'ni ko'p oshgan. Endi Cyber Security Ventures ma'lumotlariga ko'ra, kiber jinoyatlarning moliyaviy zarar ko'rsatkichi 2025-yilga kelib 10,5 trillion dollarga yetishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Chunki yuqorida aytgandek, jinoyatlar yanada yangilanib, rivojlanib bormoqda. Endi mana matnni ko'rishingiz mumkin. Ishsizmisiz? Ko'p ishlab kam maosh olyapsizmi? U holda sizga ajoyib taklifimiz bor. Biz sizni izlayotgan edik. Uyingizda turib sizga zarur bo'lgan shopping qilishni istaysizmi? Biz sizga bu imkoniyatni taqdim etamiz. Quyidagi havola orqali bizning ijtimoiy tarmoqlardagi manzilimizda sizni kutamiz. Obuna bo'ling yoki O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mavjud va eng muhimi hech qanday to'lovlarsiz. Bepul Turkiya, Fransiyaga sayohat qilishni xohlaysizmi? Arzon va sifatli xizmatlar faqat bizda. Tanlovda adashmang. Mana bir qator yana ham davom ettirishingiz mumkin bu ro'yxatni va bu sizni albatta chutishingizga olib keladi. So'zning albatta bizni o'ziga tortishi, uning jilosi yoki so'z bilan sehrlash kabi xususiyatlar bor. Unga aldanmasligimiz zarur. Mana O'zbekiston Respublikasida soha bo'yicha bir qator qonun hujjatlari mavjud. Bu qonun hujjatlarni Lexus saytidan yuklab olib o'rganishingiz mumkin. Taqdimotda ham uning nomi va o'sha qonun hujjatini tasdiqlanganligini sanasi va qonun hujjatining raqamini keltirdik. Bevosita ko'rib o'rganishingiz mumkin. Endi mana mygov.uz saytidan kirib kredit tarixingizni bilishingiz, sizni kredit tarixingizni bilmasligi uchun o'sha maxsus uni yopib qo'yib foydalanishdan cheklashingiz ham mumkin. Mana kredit tarixi bo'yicha sizga taqdimotga keltirdik. Qanday olishni va cheklashni, chat yozishmalari bilan tahlilda ham chat inglizcha o'sha suhbat, muloqot degan ma'noni anglatadi. Google Chatda birinchi boshlanganini yaxshi bilasiz va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham chatlar mavjud. Endi o'sha chatning foydali va zararli tomonlari ham bor. Faqat zararli tomonlardan biz ehtiyot bo'lib, undan ogoh bo'lib, o'zimiz uchun zarur bo'lgan jihatlardagina foydalanishimiz kerak. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 12-moddasida insonning yozishmalaridagi sirlarga, nomusi, sha'niga tajovuz qilish qat'iyan man etiladi va bu holatdan har kim qonun bilan himoyalangan. Mana ijtimoiy tarmoqlarni ko'rib turibsiz va sizga darsimiz so'ngida bir narsani aytmoqchimanki, Facebookdagi jinoyatlar bo'ladimi? Mana ko'rib turibsiz, abbreviaturalar bilan turli xil kodlangan muloqot qilish jarayoni yoki boshqa Telegram, Instagram, YouTube bo'ladimi? Biz ogoh bo'lishimiz kerak firibgarlardan va ayniqsa diniy taqiqlangan saytlarga kirishdan ogoh bo'ling. Va bu
hukumatimiz tomonidan tasdiqlangan ro'yxat bor. Ro'yxat bilan tanishib olib, har bitta so'zni, har bitta harfiga, har bir belgisiga qarashingiz kerak saytdan foydalanayotgan paytingizda. Chunki juda chalg'itadi. Shunga diqqatingizni jalb qilib, juda hushyor bo'lishingiz kerak saytlardan foydalanayotgan paytda. Va mana darsimiz so'ngida men sizga keltirib o'taman. Yuqorida bu haqda aytib o'tdim. Taqiqlangan saytlar sizga albatta zarar keltiradi. Mana buni statistikasini ham berdik. Ijtimoiy tarmoqlarda, qaysi ijtimoiy tarmoqlarda qanday sahifalar davlatimiz tomonidan taqiqlangan, bu bo'yicha ko'rib o'rganishingiz mumkin va savollaringizni doimgidek bizning ijtimoiy sahifalarimiz orqali yozib murojaat qilasiz. Savol topshiriqlarga ham javob berasiz. Uyga vazifa sifatida beryapman sizga dars so'ngida va keyingi darsga qadar sizlar bilan xayrlashib qolaman. Sog' va salomat bo'ling.